Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Nogironlik bilan bog'liq to'lovlar, yordamlar va ijtimoiy himoya tizimidagi o'zgarishlar. Ayniqsa ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol 4. 5 million so'mdan 6 ming so'mgacha bo'lgan miqdorlar nimani anglatadi? Kimlarga taalluqli? Kimlar bundan foyda ko'radi va kimlar xato tushunib, hujjat topshirishda muammoga duch kelishi mumkin? Bu ma'lumot faqat nogironligi bo'lgan insonlarga emas, balki ularning ota-onasi, farzandlari, turmush o'rtog'i, vasiylari va umuman har bir oilaga tegishli. Chunki hech kim ertaga sog'lig'i, ish qobiliyati yoki yaqinining holati qanday bo'lishini oldindan bilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, lekin ekspert sifatida aniq va amaliy qilib tushuntiraman. Avval nogironlik bo'yicha yordam olish jarayoni ko'p odamlar uchun juda chalkash edi. Keyin poliklinikaga yuboriladi. Keyin tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasiga boradi. Hujjatlar yetishmaydi, yana qaytadi. Bir joyda sizga guruh chiqmaydi deyishadi. Boshqa joyda yana tekshiruvdan o'ting deyishadi. Natijada inson o'z huquqini bilmagani uchun vaqtini, pulini, asabini yo'qotadi. Eng katta muammo shunda ediki, odamlar nogironlik nafaqasi, nogironlik pensiyasi, kompensatsiya, parvarish puli, reabilitatsiya vositalari, imtiyozlar, soliq yengilliklari va tibbiy yordamni bir-biri bilan adashtirib yuborishardi. Masalan, bir kishi menga nogironlik berishdi. Demak, men avtomatik ravishda hamma yordamni olaman deb o'ylaydi. Aslida esa har bir yordamning alohida sharti, alohida tartibi va ba'zan alohida arizasi bo'ladi. Hozirgi islohotlarning asosiy maqsadi shuki, nogironligi bo'lgan shaxslarni faqat nafaqa oluvchi sifatida ko'rmaslik, balki ularni jamiyatda faol yashashi, ishlashi, o'qishi, davolanishi va mustaqil harakatlanishi uchun tizimli qo'llab-quvvatlash. Ya'ni gap faqat pul miqdorida emas. Gap insonning butun hayot sifatini yaxshilash haqida ketyapti. 4. 5 milliondan 6 milliongacha degan raqamlar esa ko'pincha odamlar orasida turlicha talqin qilinadi. Kimdir buni nogironlik nafaqasi shuncha bo'lar ekan deb tushunadi. Kimdir kompensatsiya yoki moddiy yordam deb o'ylaydi. Kimdir esa hamma nogironligi borlarga 6 million berar ekan degan noto'g'ri xulosaga keladi. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Har qanday raqam qaysi to'lovga, qaysi toifaga, qaysi hujjatga va qaysi holatga tegishli ekanini aniqlamasdan turib xulosa qilish xavfli. Chunki bitta odamga tegishli bo'lgan miqdor boshqasiga avtomatik o'tmaydi. Asosiy qism birin nimani bilish kerak. Kim xavotir olishi kerak va kim shoshilmasligi kerak birinchisi, nogironlik pensiyasi. Bu odatda mehnat staji, sug'urta badallari, ish faoliyati va rasmiy daromadlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, inson 15 yil ishlagan, rasmiy ish haqi olgan, keyin kasallik yoki baxtsiz hodisa sabab mehnat qobiliyatini yo'qotgan bo'lsa, unga nogironlik pensiyasi tayinlanishi mumkin. Bu pensiya miqdori hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Chunki hisob-kitobda oldingi ish staji va daromadlar rol o'ynaydi. Ikkinchisi, nogironlik nafaqasi. Bu ko'proq pensiya olish uchun yetarli staji bo'lmagan, lekin nogironlik holati tasdiqlangan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, bola tug'ma kasallik bilan yashayotgan bo'lsa, yoki yoshligidan nogironligi bo'lsa, yoki odam rasmiy ishlamagan, lekin sog'lig'i sabab mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan bo'lsa, u nafaqa tizimi orqali yordam olishi mumkin. Uchinchisi, qo'shimcha ijtimoiy yordamlar. Bunga reabilitatsiya vositalari, protez ortopediya buyumlari, aravacha, eshitish apparati, sanatoriy yo'llanmasi, dori-darmon bilan ta'minlash, parvarish puli, kommunal yoki transport imtiyozlari, ta'lim va ishga joylashish bo'yicha qo'llab-quvvatlash kiradi. Ko'pchilik aynan mana shu uchinchi yo'nalishni bilmagani uchun ko'p imkoniyatlardan foydalanmaydi. Endi 4. 5 milliondan 6 milliongacha bo'lgan masalaga kelamiz. Bunday miqdorlar ko'pincha ma'lum turdagi kompensatsiya, moddiy yordam, shartli to'lov, minimal xarajatlarni qoplash yoki oilaviy daromad mezonlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga shuni tushuntiraman. Siz eshitgan raqamni birinchi navbatda 3 savol bilan tekshiring. Bu pul kimga beriladi? Qaysi hujjat asosida beriladi? Bir martalikmi yoki har oylikmi? Masalan, birinchi hayotiy vaziyat. Toshkent viloyatida yashovchi 42 yoshli erkak ishlab yurganida insult bo'ldi. U ilgari zavodda rasmiy ishlagan, staji bor. Tibbiy tekshiruvlardan keyin unga ikkinchi guruh nogironlik belgilandi. Bu odam menga 6 million beriladi deb eshitdi. Lekin uning holatida asosiy masala bir martalik to'lov emas, balki nogironlik pensiyasini to'g'ri hisoblatishdir. Agar uning ish staji va oylik ma'lumotlari
pensiya jamg'armasi bazasida to'liq bo'lmasa, pensiya kam chiqishi mumkin. Demak, u uchun eng muhim ish mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotlari, pasport, nogironlik belgilanganligi haqidagi ma'lumotlarni to'liq taqdim etish. Ikkinchi vaziyat. Qashqadaryoda yashovchi 9 yoshli bola tug'ma eshitish nuqsoni bilan yashaydi. Onasi nogironlik bo'yicha to'lov oshibdi. 6 million olamizmi deb so'raydi. Bu yerda bola uchun nafaqa, reabilitatsiya eshitish apparati, maxsus ta'lim, logopedik yordam va tibbiy kuzatuv masalalari alohida ko'riladi. O'yla bir martalik katta raqamni kutib o'tirsa, vaqt yo'qotadi. Aslida ular poliklinika, ijtimoiy xizmatlar markazi va tegishli tashkilotlar orqali bolaning ehtiyojlarini rasmiy ro'yxatga oldirishi kerak. Chunki eshitish apparati yoki reabilitatsiya yordami puldan ham muhim bo'lishi mumkin. Uchinchi vaziyat. Samarqandda yashovchi ayol yo'l transport hodisasidan keyin oyoq harakati cheklangan. Unga aravacha kerak. U faqat nafaqa olish bilan cheklanib qolsa, har kuni uyda o'tirishga majbur bo'ladi. Lekin islohotlarning mazmuni shundaki, bunday odamga texnik reabilitatsiya vositasi, uy sharoitiga moslashish bo'yicha yordam, ishga qaytish imkoniyati va kasbga qayta o'qitish ham kerak. Agar u tikuvchilik, buxgalteriya, onlayn savdo yoki telefon orqali xizmat ko'rsatish bo'yicha o'qisa, doimiy daromad topishi mumkin. Demak, nogironlik siyosati faqat qancha pul beriladi degan savol bilan tugamaydi. 4-vaziyat. Namanganda yashovchi Keksa Otaxon 1-guruh nogiron. U yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. Uning muammosi faqat pensiya miqdori emas. Unga parvarish, dori-darmon, uyga kelib tibbiy xizmat, kommunal to'lovlarni kamaytirish, oziq-ovqat yordami kerak bo'lishi mumkin. Agar u yoki qo'shnilari faqat 4 million bo'ladimi, 6 million bo'ladimi deb kutib o'tirsa, real yordam kechikadi. Bunday holatda mahalla, ijtimoiy xodim va tibbiy muassasa bilan tez aloqaga chiqish kerak. Kim xavotir olish kerak? Birinchidan, nogironlik muddati tugashiga yaqin qolganlar. Agar sizda nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Ko'pchilik bir oy kechikadi, keyin to'lov to'xtaydi yoki hujjat qayta tiklanmaguncha muammo bo'ladi. Ikkinchidan, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Ish staji, tibbiy xulosa, yashash manzili, bank karta ma'lumotlari, bolaga vasiylik hujjatlari noto'g'ri bo'lsa, to'lov kechikadi. Uchinchidan, boshqa daromadi bor oilalar, ayrim ijtimoiy yordamlar oilaviy daromadga qarab belgilanadi. Agar siz daromadni yashirsangiz yoki noto'g'ri ko'rsatsangiz, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Kim shoshilmasligi kerak? Agar sizda nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, pensiya yoki nafaqa barqaror tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, har bir mish-mish ortidan idoralarga yugurishingiz shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirib turing. Karta faolmi? Manzil to'g'rimi? Telefon raqamingiz yangilanganmi? Elektron bazada xatolik yo'qmi? Shularni nazorat qilish foydali. Eng katta xato hamma nogironligi borlarga bir xil pul beriladi deb o'ylash. Amalda unday emas. Nogironlik guruhi, yosh, mehnat staji, kasallik sababi, parvarishga muhtojlik darajasi, oila tarkibi va boshqa omillar ta'sir qiladi. Birinchi guruh bilan 3-guruhning ehtiyoji ham, mehnatga loyiqa darajasi ham farq qiladi. Bola nogironligi bilan katta yoshdagi shaxs nogironligi ham bir xil tartibda baholanmaydi. Ikkinchi xato faqat og'zaki gapga ishonish. Masalan, kimdir mahallada hamma 6 million olar ekan deydi. Boshqa birov ijtimoiy tarmoqda eski qarorni yangi deb tarqatadi. Yana kimdir bir viloyatda berilgan bir martalik yordamni butun respublika uchun umumiy qoida qilib ko'rsatadi. Men doim shuni maslahat beraman. Har qanday xabarni rasmiy manba, tegishli tashkilot yoki yozma javob orqali tekshiring. Og'zaki va'da bilan huquq himoya qilinmaydi. 3-xato tibbiy hujjatlarni e'tiborsiz qoldirish. Nogironlikni belgilashda shunchaki kasalman deyish yetarli emas. Tashxis, tekshiruv natijalari, davolanish tarixi, operatsiya bo'lgan bo'lsa epikriz, shifokor xulosalari, funksional cheklovlar haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Masalan, ikki odamda bir xil diagnoz bo'lishi mumkin, lekin birida mehnat qobiliyati saqlangan, boshqasida esa jiddiy cheklangan. Komissiya odatda faqat kasallik nomiga emas, hayot faoliyatining cheklanish darajasiga ham qaraydi. 4-nozik jihat. Nogironlik guruhi borligi ishga joylashishni butunlay taqiqlamaydi. Ba'zi odamlar agar ishlasam nafaqamni olib qo'yadi deb qo'rqadi. Har bir holat alohida. Ayrim yordam turlari daromadga bog'liq bo'lishi mumkin, lekin nogironligi
bo'lgan shaxsning ishlashi ko'p hollarda rag'batlantiriladi. Masalan, 3-guruh nogironligi bo'lgan fuqaro yengil ishda ishlashi, moslashtirilgan sharoitda mehnat qilishi, masofadan daromad topishi mumkin. Muhimi, rasmiy tartibni bilish va ish sharoiti sog'liqqa zarar qilmasligi. 5-nozik shart parvarish qiluvchi shaxsning huquqlari. Agar oilada 1-guruh nogironligi bo'lgan yoki doimiy parvarishga muhtoj inson bo'lsa, uni qarovsiz qoldirib bo'lmaydi. Ba'zi holatlarda parvarish puli ijtimoiy xizmat yoki mahalla orqali yordam masalasi ko'riladi. Lekin buning uchun parvarishga muhtojlik hujjatlarida aks etishi kerak. Onamni o'zim boqayapman deyish insoniy tomondan tushunarli, lekin idora uchun hujjat kerak. 6-nozik shart, bank kartasi va to'lov kanallari. Juda ko'p muammolar oddiy texnik sababdan chiqadi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank rekviziti noto'g'ri, ism familiyada harf xatosi bor. Pasport yangilangan, lekin bazada eski ma'lumot qolgan. Odam esa menga nafaqa to'xtatildi deb xavotir oladi. Shuning uchun to'lov kelmay qolsa, avval bank va pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organ orqali texnik sabablarni tekshiring. 7-nozik jihat, yashash joyi o'zgarsa, hujjat ham yurishi kerak. Masalan, odam Farg'onadan Toshkentga ko'chib keladi, lekin ro'yxat, poliklinika, ijtimoiy xizmat va to'lov masalalarini yangilamaydi. Keyin reabilitatsiya vositasi olishda yoki qayta ko'rikdan o'tishda muammo bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxsning hayoti bir nechta tizimga bog'langan. Tibbiyot, ijtimoiy himoya, pensiya, bank, mahalla bittasida xatolik bo'lsa, butun jarayon sekinlashadi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqin insoningiz nogironlik bo'yicha to'lov, nafaqa, pensiya yoki yordam olishni xohlasangiz, men quyidagi tartibni tavsiya qilaman. 1-qadam. Holatingizni aniq yozib chiqing. Oddiy daftar oling va quyidagilarni yozing. Kim uchun murojaat qilinyapti, yosh nechada, diagnoz nima, qachondan beri kasal, qayerda davolangan, qaysi shifokor kuzatadi, hozir qanday cheklovlar bor. Masalan, yura olmaydi, o'zini o'zi parvarish qila olmaydi, eshitmaydi, ko'rmaydi, ish qobiliyati pasaygan, doimiy dori ichadi. Bu ro'yxat sizga shifokor oldida ham, idora oldida ham aniq gapirishga yordam beradi. 2-qadam. Tibbiy hujjatlarni yig'ing. Ambulator karta, shifoxona epikrizi, analizlar, MRT, KT, rentgen, UZI, nevrolog, kardiolog, okulist, psixiatr, ortoped yoki boshqa mutaxassis xulosalari bo'lsa, hammasini tartiblang. Hujjatlarni sanasi bo'yicha joylashtiring. Eskisini ham tashlab yubormang, chunki kasallik davomiyligini ko'rsatishi mumkin. 3-qadam, oilaviy va shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vasiylik hujjati, mehnat daftarchasi, ish staji haqidagi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili haqidagi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar bola uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz. Ota-ona yoki vasiy hujjati alohida muhim. 4-qadam, avval poliklinikaga boring. Odatda jarayon mahalla yoki boshqa idoradan emas, tibbiy tizimdan boshlanadi. Oilaviy shifokorga yoki tegishli mutaxassisga murojaat qiling. Nogironlikka chiqarib bering deb emas, sog'lig'im sabab mehnat va hayot faoliyatim cheklangan, tibbiy baholashdan o'tmoqchiman deb aniq ayting. Shifokor sizni zarur mutaxassislarga yuboradi, tekshiruvlar tayinlaydi. Keyin komissiyaga yo'naltirish masalasini ko'radi. 5-qadam, komissiyaga borganingizda faqat tashxisni emas, real hayotdagi cheklovni tushuntiring. Masalan, belim og'riydi deyish boshqa, 10 daqiqadan ortiq tik tura olmayman. Zinadan chiqa olmayman, og'ir narsa ko'tara olmayman, ishga borishim qiyinlashgan deyish boshqa. Ko'zim yomon ko'radi deyish boshqa. Yolg'iz ko'chaga chiqa olmayman, yozuvni o'qiy olmayman, dori nomini ajrata olmayman deyish boshqa. Komissiya uchun funksional cheklov juda muhim. 6-qadam, qaror chiqqandan keyin faqat uyga qaytib ketmang. Sizga qaysi guruh berildi, muddati qancha, qayta ko'rik qachon, qanday yordamlar tavsiya qilingan. Reabilitatsiyada dastur bormi? Texnik vosita kerakmi? Bularni so'rang. Yozma ma'lumot oling. Agar tushunmasangiz, menga oddiy qilib tushuntirib bering deyishga haqqingiz bor. 7-qadam. Pensiya yoki nafaqa masalasini alohida rasmiylashtiring. Nogironlik belgilanishi to'lov avtomatik tushadi degani emas. Ba'zi holatlarda murojaat, ariza yoki ma'lumotlarni tasdiqlash talab qilinadi. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organi yoki davlat xizmatlari markazi orqali qaysi to'lovga haqli ekaningizni aniqlang. Agar mehnat stajingiz bor bo'lsa, albatta stajni to'liq hisoblatishga harakat qiling. 8-qadam, agar rad javobi olsangiz, taslim bo'lmang. Rad javobi og'zaki bo'lsa, yozma javob so'rang.
yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Masalan, hujjat yetishmagan, tibbiy asos yetarli emas, qo'shimcha tekshiruv kerak, muddat noto'g'ri, ariza boshqa joyga berilishi kerak. Sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. 9-qadam, ijtimoiy xizmatlarni alohida so'rang. Ko'p odam puldan boshqa yordam borligini bilmaydi. Sizga aravacha, hassa, protez, eshitish apparati, maxsus poyabzal, sanatoriy, psixologik yordam, uyda parvarish, kasbga o'qitish, ishga joylashish bo'yicha maslahat kerak bo'lishi mumkin. Har bir ehtiyojni alohida ayting. Menga nima beriladi deb umumiy so'ramang. Menga harakatlanish uchun aravacha kerak. Men eshitish apparati olish tartibini bilmoqchiman. Men uyda parvarishga muhtojman deb aniq murojaat qiling. 10-qadam, hamma hujjatning nusxasini saqlang. Ariza bergan bo'lsangiz, qabul qilingan sanasi bo'lsin. Javob kelgan bo'lsa, rasmini oling. Tibbiy xulosalarni skaner qiling yoki telefonda saqlang. Bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga juda muhim bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa, qayta ko'rik, appelyatsiya yoki to'lovni qayta hisoblashda eski hujjatlar yordam beradi. Yana bir amaliy maslahat: hech qachon vositachi, tanish bilish yoki pul bersangiz hal qilib beraman degan odamlarga ishonmang. Nogironlik va ijtimoiy yordam insonning haqiqiy ehtiyoji asosida belgilanadi. Noto'g'ri yo'l bilan hujjat qilish kelajakda katta muammo tug'diradi. To'lov to'xtatilishi, ortiqcha pul qaytarilishi, hatto javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy, hujjatli va qonuniy yo'ldir. Men sizga juda oddiy tekshiruv formulasini beraman. Agar biror joyda nogironlik bo'yicha 6 million berilar ekan degan gapni eshitsangiz, darhol 5 ta savol bering. Birinchi savol: bu respublika bo'yicha umumiy qarormi yoki faqat ma'lum hudud, loyiha yoki toifa uchunmi? Ikkinchi savol: bu har oylik to'lovmi, bir martalik yordammi, kompensatsiyami yoki xizmat qiymatimi? Uchinchi savol: bu birinchi, ikkinchi, uchinchi guruh nogironligi bo'lganlarga bir xilmi yoki faqat parvarishga muhtojlarga, bolalarga, urush yoki mehnat jarohati bilan bog'liq holatlarga tegishlimi? To'rtinchi savol: bu pul fuqaroning qo'liga beriladimi yoki mahsulot, xizmat, reabilitatsiya vositasi, yo'llanma yoki davolanish xarajatini qoplashga yo'naltiriladimi? Mana shu savollarga javob topilmasa, demak siz eshitgan xabar hali amaliy qaror emas yoki sizning holatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu yondashuv sizni asossiz umid, vaqt yo'qotish va ortiqcha yugur-yugurdan saqlaydi. Sabab va oqibatni ham tushunish kerak. Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini kengaytirsa, bu faqat xarajat emas, balki jamiyatga investitsiya. Agar inson aravacha olsa, u uydan chiqadi. Agar eshitish apparati olsa, bola maktabda yaxshiroq o'qiydi. Agar nogironligi bo'lgan fuqaro kasbga o'qitilsa, u nafaqat yordam oladi, balki soliq to'laydigan, mahsulot yaratadigan, oilasini boqadigan faol inson bo'lishi mumkin. Agar parvarish qiluvchi oila qo'llab-quvvatlansa, oila kambag'allikka tushib qolmaydi. Demak, islohotlarning haqiqiy maqsadi insonni tizimga qaram qilib qo'yish emas, balki imkon qadar mustaqil yashashga yordam berish. Lekin bu islohotlardan foydalanish uchun fuqarolarning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Huquqni bilish kerak, hujjatni yig'ish kerak, savol berish kerak, yozma javob talab qilish kerak, o'z holatini aniq tushuntirish kerak. Menga hech kim aytmadi degan gap, afsuski, ko'p vaziyatda muammoni hal qilmaydi. Bugun men sizga nogironlik bo'yicha islohotlar, 5 milliondan 6 milliongacha bo'lgan raqamlar atrofidagi savollar va eng muhim amaliy qadamlarni tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, har bir raqamni aniq manba va aniq toifa bilan tekshirish kerak. Nogironlik bo'yicha yordam faqat puldan iborat emas. Pensiya, nafaqa, reabilitatsiya, parvarish, ishga joylashish, ta'lim, tibbiy xizmat va ijtimoiy moslashuv bir butun tizim sifatida qaralishi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz bu mavzuda muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdansiz, qanday savolingiz bor, qaysi bosqichda to'xtab qoldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning huquqini tiklashi, bir bolaga kerakli yordamni olishga ko'maklashishi yoki bir insonning hayotini yengillashtirishi mumkin.